ikkita yonma-yongi o'rtoqlarga zo'r variant. Xullas, bitta podyezdda ikkita uy sotilyapti, bittasi 3 xonali, bittasi 2 xonali. Sergeli yangi hayot 8-hududda. 3 xonalikni ko'rib boqamiz. 7 etajga g'ishtli dommi, 6-etaj 74 kvadrat, kirib yashashga tayyor, yevro remont. Narxi 68500. Hop, chiqib olgan bo'lsa, bu mana koridorimiz bo'lyapti. Kiraverishda chap qo'lda kuxnya. Oynalar reshetka qilingan, holati yaxshi. Bu yerda mana garderobga qilingan, как купели. Сквозной планировка, ванна, туалет раздельный. Kattalar yotoqxonasi. Spalniyda tak mebel o'zini joyida qolyapti va konditsioner o'zini joyida qolyapti. Bu mana detskiy ko'rishingiz mumkin va zalga kirib olamiz. Remont yaxshi, holat yaxshi, uyimiz yevro remont, bu yerda ham konditsioner o'zini joyida qolyapti va ba'zi bir jihozlari bundan tashqari qolyapti. Bizlarni kuzatinglar, bundan ham arzon uylarni ko'ramiz. Sizlar like va podpiska tashlab qo'yinglar, sizlar bilan uch bolalar.